Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Erta tongdan, Nurafshon tongdan Assalom Xorazm dasturini tomosha qilayotgan qadrli yurtdoshlar, agar siz bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, barakali kunning ilk qadamini tashlayapsiz. Albatta biz bilan demoqchisiz. Assalomu alaykum deymiz sizga va biz kutgan, biz sog'ingan kunlar, daqiqalar boshlandi. Umuman olganda siz ham aynan chorshanba kun dasturini intiqlik bilan kutganingiz rost. Axir siz uchun hozirlik ko'ramiz, siz uchun tayyorgarlik ko'ramiz, munosib xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugun ham mana shu ishtiyoq va jadal surat bilan dasturni boshlab olyapmiz. Albatta, qo'limdagi guldasta bejizga emas, erta tongdan Nargizaxonning kayfiyatini ko'tarishni maqsad qilganman. Mana bu guldasta siz uchun. Rahmat, juda chiroyli ekan. Yo'qda? Yo'qdi. O'zi aslida yongan. Albatta, yaqinlarimizga, ayniqsa ayollarga besabab gullar taqdim etish bu ularni kayfiyatini ko'taradi. Ayollarning kayfiyati yaxshi bo'lsa, tabiiyki biz erkaklarni ham ishimizda unum bo'ladi, baraka bo'ladi. Nima deysiz? Qulog'imiz ham tinch bo'ladi, uyimiz ham deysiz-da. Bu 5 kunlik dunyoda ayollarni xursand qilish biz uchun katta sharaf aslida. Oho, umrni juda qisqartirib tashlamadingizmi? Lekin ko'pchilik bilasizmi, 5 kun deya baho berishadi umrga nisbatan. Nimaga shunday ekan? Ba'zi bir adabiyotlarda, badiiy qissalarda 3 kunlik dunyo degan so'zlarni eshitamiz aslida. O'zi bunga qanday to'g'ri ta'rif berish kerak aslida? Hatto men yaqinda bir qo'shiq eshitdim. Umr asli 1 kun deya baholangan ekan va sevimli shoiramiz Farida Afrus aynan mana shu satrlar muallifi ekan. Umuman olganda yaxshi bir qo'shiqqa ham aylangan. Albatta, bu qo'shiq haqiqiy bir afsonaga aylanib ulgurgan desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Chunki aynan mana shu jumlani o'zidan foydalanib ham juda ham ko'plab qo'shiqlar bastalangan aslida. Albatta, umr g'animat ekanligini, o'tkinchi ekanligini, unda yashash ham, zavqlanib yashash ham aslida bir baxt ekanligini anglab yetishimiz uchun yordam beruvchi mana shu qo'shiqning tarixiga bugun to'xtalishga harakat qilsak. Juda ajoyib. Menimcha bu yurtdoshlarimizni ham befarq qoldirmaydi. Guldastalar yoqqanidan xursandman. Rahmat sizga. Uyingiz qilib tinchlik bo'lsin. Demak, keling, mana shu qo'shiq tarixiga yuzlanamiz va aynan u yaratilish tarixi bilan birgalikda mana shu dastur orqali ma'lumotlar ulashamiz. Marhamat. Arg'um chog'lar 3 gün kamalak bilan gir aylan raqs tush kapalak bilan yashasang yasha faqat jon halak bilan yashasang yasha faqat jon halak bilan. Qo'shiqlar juda ham ko'p. Ularni son jihatdan emas, balki qalbga juda yaqinligi uchun ham qadrlaymiz. Miniqib tinglaymiz. Bu galgi sahifamiz uchun tanlangan Umr asli 1 kundir qo'shig'i ham ana shunday ijod namunalaridan biri. Bu qo'shiqni iste'dodli xonanda Sardor Mamadaliyev ijro etgan. Ertani o'ylamoq sen uchun emas, o'tganiga yig'lamoq sen uchun emas, jazoni qo'llamoq sen uchun. Har bir so'zi va hatto musiqasining o'zi qalb torini chertadi. Qo'shiq mavzusi ham alohida ahamiyatga ega. Qo'shiqqa aylangan she'r aslida shoiraning yoniq tafti mahsuli. O'sha kun bugundir, o'sha kun bugun ay. Arg'imchoqlar 3 kun kamalak bilan gir aylan raqs tush kapalak bilan yashasang yasha faqat jon halak bilan. Umr asli 1 kundir, o'sha kun bugundir. Ertani o'ylamoq sen uchun emas, o'tganga yig'lamoq sen uchun emas, jazoni qo'llamoq sen uchun emas. Umr asli 1 kundir, o'sha kun bugundir. Etagingdan shamol o'tdimi bastir, tiriklik oldida har neki xastir. Boshing omon bo'lsa, tog'lar ham pastir. Umr asli 1 kundir, o'sha kun bugundir.
ota onang qaytmadi, sen ham qaytmassan. Bu dunyo tubiga sen ham yetmassan. Ki buyuklar aytmadi, sen ham aytmassan. Umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir. Nuqtayin umri ko'rmoq istasang ham shu, vaqtning tulporini qistasang ham shu. Yaxshi yashasang ham, yashamasang shu, umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir. Ey Farid, lahzalar shukrila yasha. Bu dunyo bayramdir, qilgin tomosha. Oshiq noming qolar, asrlar osha. Umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir. Etagingdan shamol o'tib basti, tiriklik oldida har neki xasti. Boshing omon bo'lsa, tog'lar ham pastdir. Umr asli bir kundir, umr asli bir kundir, o'sha kun bugun. Shoiraning ta'kidlashicha, ijodkorning ko'ngli juda nozik bo'ladi. Unga berilgan ozor tufayli ijod to'xtashi mumkin. U 10 yillab she'r yozmay qo'ygan sababini ana shunday izohlaydi. Qaytmaydi, sen ham qaytmasan. Bu olam tubiga sen ham yetmasan. Kinoy aytmadi, sen ham aytmasan. Umr asli bir kundir, umr asli bir kundir, o'sha kun bugun. 9-sinf vaqtda o'qib yurgan paytimizda bu yerdan bir rahmatli bo'lib ketdilar, katta olim bordilar. Endi u kishini hozir aytmay, endi o'tganda orqasidan gapirib bo'lmaydi deydi. Juda ham kelyaptilar deb kutdik. Qo'qon adabiy muhiti hammani to'plashdi. Bir 30-40 ta yoshlar borganmiz. Keyin she'r o'qitishdi-da, keyin menga ham she'r o'qitdilar. Yo'lda Sulaymon rahmatli bordilar ustozimiz. Keyin men bitta she'r o'qiy boshladim. Qarang, endi 16 yoshmanda, 16-17 ga endi kiryapman. Qiz boshimga sevmoqni osonga yo'ymagaysiz. Begim yoshim 17, nodonga yo'ymagaysiz. Yoningizda turmasam, xizmat qilmasam, boshimni osmonga yo'ymagaysiz deb boshladim. Shu she'r. Endi o'sha vaqtda nimada chiqqan, gazetada chiqqan, mashhur bo'lib turgan she'rim edi. Keyin to'xta dedilar o'sha odam. Begim deb ishlatyapsan. Halima juda ham chiroyli qilib begim deb ishlatib qo'ygan. Sizlar haqqalaring yo'q. Bironta shoir bitta so'zni juda ham joyiga qo'yib ishlatgan bo'lsa, o'shani olishni haqqalaring yo'q. Garchi so'z hammaniki bo'lsa ham dedilar. Juda qattiq bo'tdi-da. Yo'lda Sulaymon darrov aytdilarki, yo'q, domla dedilar. Buni tepasida epigrafi bor. Begim sizni tabiat raso qilib yaratgan Halima Xudoyberdi va bu hozir epigrafini o'qimadida dedilar nimani. Yo'q, bo'ldi, menda tamom bo'ldi dedi Yulduzxon. Yoshlik ekanmi, nodonlikmi, o'sha sig'dira olmadim-da. Ishonsiz 10 yil she'r yozmadim. Yig'lab o'sha yerdan chiqib ketdim va 10 yil she'r yoza olmadim. 10 yilim uvol bo'ldi. Keyin yaram o'shan keyin bitdi shekilli, sekin bildimki she'rsiz yasholmasligim. Oshiq noming qolar asrlar osha. Umr asli bir kundir, umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir, o'sha kun bugun. Umr asli bir kundir, umr asli bir kundir. Qo'shiq o'z o'rnida izhor, o'z o'rnida nasihat ham.
qisqasi juda go'zal ijod namunasi. Uni shunchaki tinglab bo'lmaydi. Axir umr chindan ham qisqa. Aslı bir kundur, o'sha kun bugun. Qarang, qanday qimmatli ma'lumotlar. Albatta, yaxshi she'r, yaxshi qo'shiqqa aylangan va har birimizni hayotda o'sha lazzatlanib yashashga, aslida umr biz uchun bir imkoniyat ekanligini anglashga ham yordam beruvchi she'r va ajoyib qo'shiq tarixini birgalikda bilib oldik. Juda to'g'ri. O'ylaymizki, yurtdoshlarimizga ham manzur keldi va albatta, umuman dasturimiz davomida har doim mana shunday tarixiy, afsonaviy qo'shiqlarni tarixiga yuzlanamiz. Lekin albatta bu qo'shiqlarni tinglaganimiz zahoti yoshlik davrlari, juda ko'pchilikning yoshlik davrlari esga tushadi. Umuman yoshlikni eslaganda esa biz har doim bahorni birinchi navbatda tilga olamiz, ya'ni faloninchi bahorimda degan so'zlar bilan boshlaymiz aslida. Nima deysiz? Umrni har bir yoshimizni deylik bahorga tenglashtiramiz. Albatta, juda Masalan, to'g'ri. deylik tug'ilgan kun egasi bo'ladigan bo'lsa, umringizning nechinchidir bahori muborak bo'lsin deymiz. Darvoqe tug'ilgan kun haqida gapiryapsiz. Bugun ajoyib hamkasbimiz, mahoratli teleoperator ukamiz Zafar Safashovning tavallud kuni. Keling shu o'rinda tabriklab qo'yaylik. Ularni chin dildan tabriklaymiz, oila a'zolari va biz jamoadoshlari baxtiga sog' salomat bo'lsinlar. Jamoamizning eng jonkuyar, yosh, iste'dodli tasvirchilaridan biri. Albatta yana bir bora tabriklaymiz. Jamoamiz baxtiga, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' va salomat bo'ling deymiz. Bahorda tug'ilganlar ko'p oramizda. Bugun ham aynan tavallud kunini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga bugungi quvonchli kunlari muborak bo'lsin deb ham qo'yamiz. Albatta, umuman bahor nafasi hozir ko'chada ham ufurib turibdi. Umuman olganda haqiqiy bayram kayfiyatini taqdim etyapti bu ob-havo ham. Axir Navro'z yaqin. Albatta. Haqiqiy yangi yilimiz boshlanadi, yangi kunimiz boshlanadi. Ko'nglimizdagi umid uchqunlari yanada alanga oladi. Va yaqinlashayotgan mana shu Navro'zni umumxalq bayrami sifatida ham keng nishonlaymiz. Nafaqat tuman shahar markazlarida, balki har bir xonadonda, har bir ko'cha-yu mahallada aynan mana shu Navro'z shukuhiga ham guvoh bo'lishimiz mumkin. Darvoqe, aynan mana shu bayramda bolajonlar uchun sevimli urf-odatlar, tadbirlar ham bo'ladi. Deylik, milliy o'yinlardan tashqari ular varrak uchirishadi. Umuman olganda bolalikka qaytamiz va bejizga bolalik haqida so'z ochmayapmiz. Bolaligingizda ko'proq qaysi o'yinchoqlarni o'ynagansiz? Bolaligimda albatta tabiiyki bizni bolaligimizda tug'ilgan o'yinchoqlar juda ham urfda edi, ya'ni onajonlarimiz, yaqinlarimiz bir-birlariga o'zlari qo'llari bilan mana shu o'yinchoqlarni yaratib sovg'a qilishadi va albatta mana shu o'yinchoqlarni o'ynab katta bo'lganmiz tabiiyki. Mana shu o'yinchoqlar diqqat e'tiboringizni tortmadimi? Bolaligingizni esga solmadimi mabodo? Albatta, xuddi shunday, xuddi mana shunday ajoyib qo'lda to'qilgan, haqiqiy mehr berilgan chiroyli o'yinchoqlarni o'ynab biz katta bo'lganmiz yoshligimizda. Haqiqatda yoshligimizni esga soladi. Va hozir ham bolajonlar uchun bezarar bo'lgan tabiiy mahsulot desak ham bo'ladi va yurak qo'ri, qalb qo'ri bilan yaratilgan mana shunday mehnat mahsullari bo'lar ekan. Bolajonlarimizni bugun ham xursand qilish imkoni bor bizda. Albatta, keling mana shuni sizga sovg'a qilsam. Bugun rosa sovg'alar beryapsiz. Boya gul berdingiz, endi o'yinchoq. Ishqilib bugun kun yaxshi boshlandi. Albatta. Umuman sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishdan har doim xursand bo'lamiz aslida. Rahmat. Xullas sovg'alar yo'qda? Sovg'alar yo'qdi, lekin buning haqiqiy muallifi, ijodkori boshqa odam ekanligini ham tushunib yetdim. Lekin meni xursand qilishga harakat qilyapsiz. Albatta. Umuman studiyada turgan ekan mana shu sovg'alar bugun studiyamizda juda ham ko'p va albatta sizni quvontirish ham bu borada imkoniyatdan foydalanib qoldim desam ham bo'ladi aslida. Bugun burchingizga aylandi. Umuman olganda kayfiyatni ko'taryapsiz. Muhimi mana shu kayfiyatni teletomoshabinlarga ham yaxshi ma'noda yuqtira olsak ne ajab. Umuman olganda bor maqsadimiz, muddaomiz ham shunga qaratilgan. Dasturimizni shunchaki tomosha qilmang, aksincha bor mehringizni, e'tiboringizni bizdan ayamang. Biz esa kayfiyatingizni yanada ijobiy ta'sir ko'rsatishga va yaxshi taassurot ulashishga harakat qilyapmiz. Va mana shu qo'l mehnati bilan yaratilgan buyumlarning haqiqiy ijodkorlari bugun dasturimiz mehmoni. Ular nafaqat hunarmand, balki 2 karra respublika chempioni. Albatta, sport sohasida ham o'zlarini ko'rsatayotgan ajoyib inson Nilufar Nurmetova bugun studiyamizda mehmon va ularning shogirdlari Fazilat Nurullayeva ham bugun studiyamizda mana shu dasturimizda ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Yaqinlashayotgan bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat, birgalikda bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshi? Kayfiyat a'lo. Ertalabdan bezovta qilib qo'ymadik. Yo'q. Dasturimizning esa biz kutgan, biz sog'ingan ajoyib mehmonlari bor. Albatta. O'zbekiston xalq baxshisi. O'zbekiston xalq baxshisi qolaversa, Urganch Davlat pedagogika institutining san'atshunoslik kafedrasi professori Yetmishboy Abdullayev va ularni shogirdi o'g'illari Qurbonnazar Abdullayevlar bugun studiyamizda mehmon ishtirok etishyapti. Assalomu alaykum, sizlarga ham xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklifimizga yo'q demasdan insonlarga, o'sha yurtdoshlarimizga, teletomoshabinlarga kayfiyat ulashamiz. Biz ham dasturingizni bezashga, yaxshi o'tishga yordam beramiz deb kelganingiz uchun avvalambor sizga rahmat. O'ylaymanki, suhbatlarimiz, qo'shiqlarimiz sizni yanada bee'tibor qoldirmaydi. Demak, Albatta. biz ham o'tirsak bo'ladi. O'tirib olaylik. Bemalol suhbat qilamiz keyin mehmonlarimiz bilan. Qanday chiroyli. Bugun studiyamizda sovg'alar ham umuman haqiqiy bahor nafasi. Yurtdoshlarimizni xursand qilishga bugun sabablar juda ham ko'p. Albatta, boya bergan gulingiz ham e'tiborimni tortyapti. Umuman olganda, har bitta mana bu savatchadagi gullar deysiz, boshqa hunarmandchilik mahsulotlari hammasi juda ajoyib. Va qo'l mehnati bilan yaratilgan mahsulot shunchaki yaratilmaydi. Unga yurak qo'ri beriladi, o'rganiladi, o'qiladi va hunarmandchilik ham aslida yosh tanlamas ekanda. Bolalikdan bolaga o'rgatgan ma'qul deyishadi, lekin men Nilufar opani yaxshi taniyman, hali yaqinlarda boshladingiz hunarmandchilikni. Demak, yoshga aloqasi yo'q ekan, insonda qiziqish bo'lsa. Qiziqishingiz bo'lsa, uni yoshga farqi bo'lmaydi. Chunki Fazilat xonim ko'rib turib, bu yil boshladilar yangi ishni, shu sovundan gullar yasashni, izolondan gullar yasashni ko'rib, qiziqib endi boshladilar. Yaqinda boshladingiz-a siz ham? Boshdagi urinishlar albatta o'xshamasligi mumkin. Qiziqish bo'ladi, kimnidir ishini kuzatasan, yoqadi-yu, lekin o'zingdagi harakat o'xshamasa, baribir ikkilanish bo'ladi. Gohida kayfiyatga ham ta'sir ko'rsatadi. Deb qo'lingizdagi mahsulotni otgan paytlaringiz ham bo'ldimi? Ko'p bo'lgan. Lekin ortga chekinish yo'q. Oxirida ko'zingiz ko'rinibdi. Qilgan mehnatingizdan samarasini ko'ribdi. Qo'limdan kelar ekan deb yana boshqalarga intilib boshlaysiz ekan. Qo'limdan kelar ekan debdi. Yo'q, anchagina qo'lim tushib qoldi. Qoyil, albatta katta sabr talab qiladi insondan mana bunday ajoyib san'at asarlarini yaratish va men ham oz shug'ullanib turaman, lekin qaysidir ma'noda bu asablarni ham tinchlantiradi aslida. Lekin meni asabim o'ynasa kerak. Ochig'i ko'pchilik ayollarga, qizlarga tikuvchilik bilan shug'ullanib, quroq tikishlarni o'rgatishadi. O'sha qaysidir bir buyumlarni, mahsulotlarni yoki kiyimlarni o'zing tikib kiysang yaxshi deyishadi-yu, o'shanaqa mayda ishlarni deylik qiladigan bo'lsam, aksincha dam olmayman, jahlim chiqadi nimagadir. Lekin bu bilan men hunarmandlarni kamsitmoqchi emasman, aksincha ulardan kuchli iroda, matonat va sabr ham talab etilar ekanda. Birdaniga o'xshamaslik mumkin, lekin mana bu gullar shunchaki sun'iy gul emas, aksincha o'ziga yarasha hidi bor, ifori bor. Sovundan yasalgan, demak. Hidlab ko'rish mumkin. Juda ajoyib. Juda ziyrakmanda. Chiroyli ham. Ham ko'rinishi juda chiroyli. Erib ketmaydimi? Yo'q, erimaydi. Bu tabiiy gulni olib birovga sovg'a qilsangiz, masalan, bir kun, 2 kun turib keyin so'lib qoladi. Keyin tashlab yuborishingizga to'g'ri keladi. Bu gulni sovg'a qilsangiz, uyingizda ham chiroy berib turadi, ham so'limasdan turadi. Ham hidi bor ekan. Hidi bor. Undan tashqari bu gulimiz sovunni pulini ekonom qilib turadi. Uyda sovun qolmagan paytda bittasini olib bemalol qo'lingizni yuvib ketaverasiz. Lekin uni ishlatishga ko'z qiymaydi. Albatta, buni ishlatish juda ham katta xato bo'ladi. Mehmonimizga ham izlanaylik, yetmishlarga. Ishlatgan bo'larmidingiz, uyda sovun qolmasa? Shunaqa go'zallikni buzarmidingiz? Endi bahorda albatta chiroyli bo'lishi kerak-da bir narsa. Bahorda. Chiroyli gullarni yasab turlar, rahmat, salomat bo'lsinlar. Juda chiroyli. Juda chiroyli. Esimizga yana bahor, yana o'sha bahordagi o'zgarishlar, tabiatning uyg'onishi, gullarning ochilishi va umuman olganda ijodkorlarga yanada ilhom beradigan fasl ekanligi esimizga tushyapti. Hozir hunarmandlarga yuzlanyapmiz, ular ham aslida ijodkor. Nimalardan zavq olasiz, qayta urinishlaringiz foyda beryaptimi degan savollarni beryapmiz-ku. Sizga endi boshqacha savol tashlamoqchi edim. Odatda ko'proq ijodkorlar bilan suhbatlashgan paytimizda bahordan ilhomlanasizmi degan savolni berar edik. Men esa boshqacha savol bermoqchiman. Navro'zdan qanchalik ilhomlanasiz? Endi Navro'zni o'zi oddiy yo'li bilan Navro'zdan. Qarang, uni qancha shoirlarimiz, ijodkorlarimiz ko'p marta takrorlab aytib o'tganlar. Yangi kun, kerak bo'lsa yangi hayot. Yangi hayotda ham urug' ekasiz-ku, qaytadan urug'dan katta nav paydo bo'ladi.
Bu yangi hayotda. Endi men tordan misol keltirsam, ikkinchi umri tordida. Oldin daraxt bo'lgan, tut daraxti bo'lgan, kimdir undan bahramand bo'lgan yeb. Endi keyinchalik shuni tut daraxtini olib instrument asbob tor qilib tuzatgandan keyin ikkinchi umri. Bu da qarang hayot ikkinchi umrini yashab turibdi-da bu. Aslida Navro'z yangi kun degani Yangi va kun. umuman olganda sharqiy xalqlarda yashovchi aholi uchun bu bayram yangi yilning boshlanishi, dehqonchilikning boshlanishi deyiladi. Va bizda ham aynan mana shu jihatlar e'tiborga olinadi. Biz yangi yilimizni o'zgacha nishonlashga harakat qilamiz. Menimcha har yili nafaqat Xorazmda, balki respublika bo'ylab bu bayram keng miqyosda bo'lib o'tadi. Ichanqal'a misolda buni davom qildiradigan bo'lsak, albatta o'sha mehmonlarga to'la ko'hna shahar hududida ham bu bayram o'zgacha nishonlanadi. Xo'sh, agarda ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bayram kunlarida alohida Ardahivada va Ichanqal'ada bu bayram keng nishonlanar ekan. Ishtirokingiz qanday bo'lyapti? Nimalar bo'ladi u yerda? Bugun Ardahivada Navro'z bayrami bo'ladi, ishtirok qilamiz. Xudo xolasa, kecha tumanda bo'ldi, Xiva tumanida. Ertaga Ichanqal'ning o'zida katta sayil holatida bayram bo'ladi. Butun xalq sayilga kelib, tomosha qilib, bayramni inshaalloh ko'rishadi. Siz ham bevosita ishtirok qilasiz. Albatta. O'zi mana shu milliy ijrolarimizni tinglaganda, mana shu milliyligimiz, umuman Navro'z ayyomi bilan juda ham chambarchas bog'liq bu qo'shiqlar aslida. Albatta va aynan mana shu milliy bayramlarimizni, milliy urf-odatlarimizni biz milliy qo'shiqlarimizsiz, raqslarimiz ham tasavvur qila olmaymiz. Baxshilarimiz ijrosidagi ajoyib qo'shiqlar, dostonchilik ijro namunalari umuman olganda faqat Xorazmda bo'lgan xalfachilik ijro namunalarini ko'rib, nafaqat mahalliy mehmonlar, balki xorijlik sayyohlar ham o'zgacha taassurotga ega bo'lishadi. Buni ko'rib o'zimiz ham hatto zavqlanamiz. Qo'lingizdagi gulga yana qaytaman va kun tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugun boychechaklar kuni. Bu gul aynan bahorning ilk elchisi. Biz bahor kirib kelganligini o'lkamizga aynan mana shu gulning qishning qahratonini yengib chiqib ochilgani misolida ko'ramiz. Ko'proq qiradirlarda, tog'lik joylarda o'sgani bilan bu gulimiz albatta har birimizga o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi va bizga chinakamiga qishni qahratonini yengib chiqqan o'sha mitti gul o'zgacha bir hayotda yashash ishtiyoqini oshiruvchi timsol bo'lib ko'rinadi. Albatta, ya'ni bizni iqlim mintaqamizni oladigan bo'lsak ham Navro'zgacha biroz havo salqinroq bo'ladi. Navro'zdan keyin esa haqiqiy bahorni his qilishni boshlaymiz va xullas yurtimizda ko'klam kirib keladi aslida. Haqiqiy bahor boshlanadi bizda. Biroz kechikadi deymiz, lekin kechroq kelgani ham ma'qul, chunki tabiatning o'ziga yarasha injiqliklari ham bo'ladi. Kutilmaganda o'sha daraxtlar gullagan paytda mana janubiy mintaqaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bodom gulladi, boychechaklar ochildi degan xabarlarni eshitamiz, lekin ketidan ob-havodagi o'sha salbiy o'zgarishlarni kuzatadigan bo'lsak, sizgina gullarini to'kibdi, endi bu yil hosil bo'larmikan degan bir o'zimizga yoqmaydigan bir noxush xabarlarni ham eshitib qolamiz. Aslida tabiatning har qanday injiqligi ham, har qanday erkaligi ham bahorda yarashadi. Juda to'g'ri. Albatta, xullas biz bahorni sog'inganmiz va albatta qishni ham o'zgacha tarovati bor, to'g'ri, lekin har doim bahorni sog'inamiz. Qaysi faslda bo'lishimizdan qat'iy nazar. Keling, endi suhbatdoshlarimuz bilan yana suhbat mavzusiga qaytguncha vaqtni qo'ldan boy bermaymiz. Biz Navro'z bayramiga alohida urg'u beryapmiz va allaqachon bu bayram mahallalarda ham, ko'chalarda, xonadonlarda boshlandi. Yangariq tumanidagi mahallalardan birida bo'lib o'tgan Navro'z, ya'ni bu bayramning o'zgacha bir tarovatini, shukuhini ayni paytda mana shu lavha orqali yurtdoshlarimiz e'tiboriga taqdim etsak, nima deysiz? Marhamat. Bahorning iliq nafasi borliqni uyg'otib, yurtdoshlarimizni yaratuvchanlik, bunyodkorlik ishlari sari chorlayapti. Qish uyg'usidan uyg'ongan o't-o'lanlar bo'y cho'zib yorug'likka intilayotir. Unib chiqayotgan maysalar esa yaqin kunlar ichida chor atrofni yashil liboslarga burkaydi. Bu esa o'lkamizga tashrif buyurayotgan Navro'zdan darak beradi. Xalqimiz har yili Navro'z mo'jizasi bilan yuzma-yuz kelib, undan ruhiy quvvat oladi. Navro'z yangi intilishlar, izlanishlar, ijodiy parvozlarga qanot bo'ladi. Nafaqat tabiat, balki o'zimiz ham yangilanamiz bu faslda. Bir so'z bilan aytganda, Navro'z yangilanish, yasharish, qurish va yaratish kabi buyuk maqsadlarning xalqimizga xos bo'lgan qadriyatlarning boshlanishi hisoblanadi. Viloyatimiz bo'ylab Navro'z shukuhi kezmoqda. Qishloq va mahallalarda, korxona va tashkilotlarda ko'tarinki kayfiyat bilan nishonlanayotgan Navro'z shodiyonalari eldoshlarimiz qalbida uzoq vaqt saqlanishi shubhasiz. Yangariq tumanidagi Qo'shloq mahallasida o'tkazilgan bayram tadbirlarida ham mahalla ahli faol ishtirok etdilar.
Mahalla markazida tashkil etilgan chin ma'noda milliylikka yo'g'rilgan bayram tadbiri barchaga xush kayfiyat bag'ishladi. Bir tomonda milliy taomlar ko'rgazmasi, bir tomonda milliy qo'shiqlar, urf-odatlar namoyishi. Qahraton qishdan so'ng bunday umumxalq sayllarda diydor ko'rishib, bir-birlarini Navro'zi olam bilan qutlayotgan mahalladoshlarning o'zaro yurishlarida yurtimizdagi tinchlik va osoyishtalik, qut-baraka, mehr-oqibat shukronasi. Ushbu xalq saylida mahalla ahli tomonidan azaliy urf-odatlarimizga muvofiq dasturxon bezatildi. Bahoriy taomlar, shirin kulchalar va patirlar, doshqozonlarda tayyorlangan sumalak dasturxonlarga tortildi. Yine bugün Koşlak mahallesinde Sümelek bayramı, Navroz bayramı ötkazatırımız. Bu sümeleki bize yılda şu bahar ayında pişiremiz. Bu baharın ilk tamı. Mindiği sümeleklerden hem o pişirişe yetirsin. Mahallemiz aklı bilen camamız birgelikte şu sümelek seylini ötkazatırımız. Sümelek tarih bu samadan çıkan melek dedi. Bunu bir buğdaydan boladı. Buna hiç neyse salınmıydı. Hiç neyse kuru su bilen buğdaydan boladı bu. Bu baharın ilk tamı. Atabalarımızdan kalan miras sümelek pişiriş. Yılda mahallemizde sümelek pişiremiz, bayramla ötkezemiz. Bu yurtumuzu tinçlikinden, el yurtumuzda parahatlıkından delalet veredi. Hem muhak yurtumuz tinç olsun, asmanımız musaffa olsun. O'zbek xalqi o'zining milliy urf-odatlari bilan, milliy taomlari bilan, milliy an'analari bilan butun dunyoga mashhur xalq hisoblanadi. Ayniqsa Navro'z bayramlari bu xalqimizni birlikka chaqiruvchi, birdamlikka chaqiruvchi ajoyib bir bayram hisoblanadi. Qo'shoq mahallamizda har yili ana shu bayram ko'tarinki bir ruhda o'tadi. Bu tadbirni o'tkazishdan maqsad yoshlarimiz qalbida, avlodlarimiz qalbida shu vatanga muhabbat, yurtga sadoqat, mehnatsevarlik kabi ajoyib g'oyalarni uyg'otishdan iborat. Men fursatdan foydalanib viloyatimizning barcha mehnatkashlarini ushbu qutlug' bayram bilan chin dildan muborakbod etaman. Har kuningiz Navro'z bo'lsin deyman. Saylda turli xalq va sport o'yinlari, lapar va aytishuvlar, ayniqsa o'lmas qadriyatlarimizni namoyish etishga keng o'rin berildi. Keksalar to'kin dasturxon atrofida o'tirib yurtimiz tinchligi, dehqonchiligimiz barakasi uchun duoga qo'l ochdilar. Navro'z sayli barcha mahallalarda davom etmoqda. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga saxovatpesha insonlar tomonidan yordamlar ko'rsatilmoqda. Vaqtusini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan yakka yolg'iz keksalar, bemor insonlar holidan xabar olinib, ko'ngillari ko'tarilmoqda. Qariyb 3000 yildan ziyod tarixga ega bo'lgan Navro'z olam shukrona yangi yilning bahor nafasini boshlab kelishi, xalqimizning tabiati, ongu tafakkuri, qalbiga chuqur singib ketgan har qaysi oila, har qaysi xonadonga xursandchilik olib kirishi bilan biz uchun qadrli bayramdir. Tashrifing qutlug' bo'lsin, go'zal Navro'z. Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarida sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar yonadi yonadi. Dehqon bobolar mehnat mo'l bo'lsin, zaminimiz doim nurlarga to'lsin. Vatanim jonu dilim o'zbegim, bag'ringda insonlar yayrab kulsin. Yurtboshimiz bor, yurtimiz tinchdir, osmon
go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor 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 kelding sen bahor sen qalblarga nur solding bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor 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 kelding sen bahor sen qalblarga nur solding bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor 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 kelding sen bahor sen qalblarga nur solding bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor Ofarin, ofarin, ofarin. Juda ham chiroyli raqs ijrosi bo'ldi. Ko'rdingizmi, o'zgacha plastika, betakror nazokat raqslarda. Sababini bilasizmi? Yo'q, Chunki nima bu deyapsiz? qizchalarimiz aynan raqs sohasi bo'yicha maxsus maktabda o'qishadi. Ya'ni Urganch ixtisoslashtirilgan boshlang'ich raqs san'at maktabi internati o'quvchilari ayni damda chiroyli chiqishni e'tiborimizga havola etdilar. Ishonchimiz komil, yurtdoshlarimizga ham manzur keldi. Albatta bahor nafasi studiyamizda. Albatta. Va qizlarning o'sha betakror, ajoyib xatti-harakatlarini kuzatib o'zimni bolaligim esimga tushdi. Va yana bitta narsaga e'tibor berdim. Raqsda o'quvchilarning xatti-harakatini boshqacha mehr bilan kuzatish va ustozlik o'sha nima deylik, o'ziga yarasha bir hayajonini, his-tuyg'usini boshdan kechirgan ustozlarni ko'proq kuzatdim va ular boshqacha o'tirdilarda. Albatta, u Demak, hayajonda o'tirdilar. hayajonda Ularni ham mas'uliyat tanishtirsak, ham bor. keling, aynan mana shu ta'lim dargohini, mana shu maktabni o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Durdona Niyozmetova studiyamizda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Avvalambor taklif uchun bizlarning o'quvchilarimiz haqiqatdan ham o'zlarini iqtidorlari, qobiliyatlari bilan ajralib turadilar. Ular tinim bilmasdan mehnat qilib, o'zlarini raqslarini ijro qilib, faol ishtirok etishda harakat qilmoqdalar. Xuddi onalari kabi o'zingizni boshqacha tutdingizda, demak, nafaqat hozir studiyadagi raqs davomida, umuman olganda viloyatimizning barcha tadbirlarida qizlaringizni, umuman olganda o'quvchilaringizni ishtirokini kuzatamiz. Demak, bu mas'uliyat ustozlarga ikki karada yanada bir e'tiborli bo'lishni, yanada ko'proq izlanishni va diqqat bilan kuzatishni ham talab qilar ekan. Men shuni sezdim sizda. Haqiqatdan ham ayni damda hozir viloyatimizda bo'lib o'tadigan Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik jarayonlarida faol ishtirok etmoqdalar. Hozir bu yerda masalan 6 nafar va boshqa o'quvchilarimiz taklif asosida olib kelganmiz. Undan tashqari biz hozir 70 dan oshiq o'quvchilarimiz o'zlarini raqslari bilan Navro'z umumxalq bayramini o'tkazishda faol ishtirok etmoqdalar tayyorgarlik jarayonlarida. Juda soz. Boshqacha, baribir bolalarning ishtiroki bilan bayram deb bo'ladi-da. Ularning nafaqat raqslari, bu ijrolarni ostida juda ham katta mehnat yotibdi. Chunki ustozlar biladi, bolalar bilan, kichkintoylar bilan ishlash qay darajada qiyin ekanligini. qiyin. Lekin bolalarga mehring bo'lsa, barchasini uddasidan chiqasan. Buni albatta to'g'ri aytasiz. Buni bu raqslar orqasida ko'plab o'qituvchilarimizni, maktab rahbarimizni mehnatlari juda ham ko'plab turibdi. Harakat qilsak albatta o'ylagan natijamizga erishamiz. Albatta. Raqs o'rgatuvchi chinakamiga maktab desak bo'ladi. Bo'lajak professional raqqoslarimizni, baletmesterlarimizni tayyorlaydigan bu maskandagi o'ziga xos muhit bilan yaqindan tanishishga va har gal ularni iqtidorlarini studiyadagi mana shu chiqishlar orqali ko'rsatishga harakat qilamiz. Hamkorlik uchun rahmat deymiz. Va endi boshqa mehmonlarga ham izlansak bo'ladi. Aynan mana shu raqs to'g'risidagi taassurotlarni. Men sizni nafaqat baxshi sifatida tan olaman, hurmat qilaman, balki ilmiy salohiyatingizni yanada bir oshirish uchun va aynan shu baxshichilik yo'nalishidagi bor bilim mahoratingizni yoshlarga o'rgatishga ham harakat qilganingizni juda qadrlayman. Umuman olganda sizni tabriklasak bo'ladi. Ilmiy daraja muborak bo'lsin. Necha yillik mehnatning samarasi bo'ldi bu? Endi men otamdan
4-5 yaşımdan beri o'rganaman-da. O'zi bir sutkada 24 soat bo'lsa, 4 soat, 3 soat o'yinga ruxsat berganman. Boshqa vaqtda faqat ilm bilan ham bola bog'cha otamiz o'zi men 70 yoshimda bo'lganman, bilasizlar. Shuning uchun ham ismim 70 bor. Bütün Hacıxon ustozlar, Kamiljon ustozlar, boshqa ortiq akalar, Otajon akalar, Ahmadjon Qurbonovlar hammasi kelib otam bilan suhbat qurib, kerak bo'lsa bir kun, 2 kun bo'lib bizning xonadonimizda ko'p narsalarni o'rganib ketar edilar-da. Endi shu ham o'rganish, ham ijod, ham otadan o'tgan ko'p narsani og'izma-og'iz o'rgatganlar menga. Chunki men vaqtda yozishni bilaman, 5-6-7 yoshimda, keyin 8 yoshdan keyin borasiz maktabga. Og'izma-og'iz o'rgatadilar. Endi ustoz shogirdlik an'anasida shu narsa bor-da. Avval aytib beradi ustoz, keyin shogird takrorlaydi. Hozir ham shogirdlarimizga shunda o'rgatamiz-da. Avval yozdiramiz, keyin aytib ijro qilib beramiz, keyin ular bizga ijro qilib beradi. Bir qancha shogirdlaringiz bor, Feruzbek bilasizmi? 70 boyog'i juda boshqalarga mehrini ulashishdan, o'rgatishdan qaytmaydigan inson, shogirdlarni yaxshi ko'radigan, qadrlaydigan, bag'ri keng inson. Shogirdlaringiz ko'pligini bilaman. Ularga o'rgatishni o'ziga yarasha yo'nalishi va talablari bor. Lekin farzandingni shogird sifatida qabul qilish va uni yoningda olib yurish mas'uliyati boshqachami? Qanaqa tanbeh berasiz? Mas'uliyat bor. Chunki meni o'zim ham ustozning farzandi bo'lganim uchun bizlardan katta mas'uliyat talab qilgan hamma vaqtdan. Hurmati, izzati, e'tibori, o'tirishi, turishi, madaniyati o'zi bir so'z bilan aytgan vaqtda madaniyatli bo'lish kerak san'atkor o'zi. Albatta ustozning farzandi unga 2 marta e'tibor kuchli bo'ladi. Har doimo e'tiborda bo'lish, o'zingni nazorat qilish talabi ham bor. Chunki kimnidir farzandi ekanligini yurak-yurakdan his qilish noto'g'ri qadam tashlashni oldini olishga ham yordam beradi. Albatta, shunday. Yana bir o'zimni qiziqtirgan savolni ham berib o'tmoqchiman. Shu o'rinda, demak, dunyoda musiqiy did o'zgarib bormoqda. Hozir bizni yoshlarimizni mana shu baxshichilik san'atiga bo'lgan qiziqishlari qay darajada? Baxshilar festivali 2019-yilda ta'sis qilindi. Xalqaro baxshilar festivali. Endi bu yil aprel oyida Xivada bo'lib o'tadi xalqaro festival. Bu narsani shu festival orqali oldin ham qiziqish bo'lgan, lekin hozir dum qiziqish katta. Sababini olib aytadigan bo'lsak, endi bu yerda katta prizlar, o'rinlar, sovrinlar qo'yilganda, shuning uchun ham hamma iloji boricha 2 farzandidan birini baxsh qilmoqchi. Endi baxshlarni o'zi qo'l bilan, barmoq bilan sanoqli-da. Bu respublika bo'yicha ham, hattoki viloyatlar bo'yicha ham, Xorazm o'zida ham. Endi baxshichilik yo'nalishi qiyinroq. Sababi oldindagi varsak so'zi bor dasturni. Shuni ijro qilib o'zingizga qaratib bilsangiz, o'tirgan muxlislarni shunda baxsh hisoblanadi. Hamma baxshi bo'lavermaydi. Lekin baxshini baxshisi ham bor. Bir ko'z yo 2 ko'z baxshiga ozlik qiladi. Qalb ko'zi bo'lsin, yurak so'zi bo'lsin, hammasini birgalikda ijro qilish kerak-da. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Endi baxshi bilan muloqot bo'lgandan keyin yaxshi fikrlarni eshitish barobarida albatta yaxshi ijroni talab qilsak ham bo'ladi, menimcha o'rinli, ha? Albatta. Biz ham sog'inganmiz. Albatta. Keling endi ijroga e'tibor qaratsak va ajoyib dostonchilik namunalaridan birini tinglasak. Marhamat. Yıkılanda siyamaka, tarzat gerek dur yiğitke, o sağır gerek dur yiğitke. Atır yiğitne yolda aşık, oğuldur devletini başık. Kızda yanamay köngül kışı, Züriyat gerektir yiğitke, züriyat gerektir yiğitke.
kerak tur yigitga. Yüreğini yay aldı bulsa, koşuyun yay altı bulsa, kolunu kuva altı bulsa, ya bu ya gerek dur yigitga, ya bu gerek dur yigit. Aferin, juda chiroyli ijro. Haqiqatda sog'inibmiz milliy ijrolarni. Haqiqatan ham. Va Xorazmda o'ziga xos o'sha dostonchilik maktabining o'ziga xos bir yo'nalishlar bugungacha borligidan, saqlab qolinganligidan va munosib izdosh bo'layotganligingizdan, shogirdlar tarbiyalayotganingizdan juda ham xursand bo'lamiz. Va aynan mana shu dostonchilik borasidagi fikrlarimni davom qildirmoqchi edim. Har bitta o'sha ijodiy namunani aytish uchun soatlab mehnat qilishga to'g'ri keladi. Ijro shunchaki 5 minutlik qo'shiq emas. Eng uzoq muddat talab qilgan ijroingiz qancha vaqtingizni olgan? Qayerda kuylagansiz? Endi 6 oylab hattoki mashq qilganmiz, 6 oylab. Bir ashulani so'zi bilan ijro qilish uchun 6 oy vaqt ketganda. Endi dasturlarning o'zida bir 400-700 betlik bir katta kitobni o'z ichine oladi. Buni so'zma-so'z, nuqtama-nuqta, vergilma-vergil o'rganib ijro qilish o'ta talab vaqt talab qiladi. So'zlarni unutib qo'ygan paytlaringiz ham bo'ladimi yoki xotirangiz kuchlimi? So'zni endi improvizatsiya degan narsa bor, badiiy badiiy o'zi dastonda shunday narsa borki, badiiy bo'lmasangiz hattoki Qashqadaryo, Surxondaryo baxshichilik maktabidan bir narsa bor. Ina bularda Alpomish, Girovli, Abasqon dastonlari bor-ku, otni egari to'g'risida bir she'r bo'ladigan bo'lsa, balki dastona qo'shib berib biladi ular. Improvizatsiyasi katta. Bizlarda unday emas. Bizlarda shu ayrim vaqtda ko'rmadingizmi, eshitmadingizmi, shu davrada siz bormadingiz degan holatni o'zi bir qachirilma improvizatsiya qilib bersa bo'ladi. Lekin shu syujetdan dastonni o'zi syujetda. Serialning bir narsa. To'g'ri. Uni bir joyini qirqib, boshqa joyga ulab bo'lmaydi-da. Iloji boricha mahorat talab qiladi. Haqiqatan ham kuchli zehn, o'tkir xotira kerak bo'lar ekanda. Har qanday yoshda ham qiyin, o'ziga yarasha mashaqqatli tomonlari bor. Har bir kasbning, har bir hunarning studiyamizdagi hunarmand qizlarimizga ham yuzlansak bo'ladi. Ijro namunalari yoqdi, Nilufar opa? Ajoyib. Kayfiyatimiz ko'tarildi. Nimalar xayolingizdan o'tyapti? Aynan shu qo'shiqlar, raqslarni tinglash, ko'rish barobarida. Raqsga tushgim keldi. Raqsga tushamiz albatta, chunki hammamizda bayram kayfiyati bor. Va aynan mana shu bayram kayfiyatini yurtdoshlarimizda ham, umuman olganda barcha joylarda, maktab deylik, o'sha umumta'lim muassasalarida, o'quv muassasalarida ko'ryapmiz. Idora tashkilotlarida ham xodimlar tomonidan o'ziga yarasha bir Navro'z kayfiyatiga guvoh bo'lyapmiz. Hatto egnimizdagi milliy kiyimlarimiz ham ayollarni yanada xursand qilyapti, xushnud qilyapti. Keling, ayni paytda lavhaga e'tibor qaratsak, maktablarda aynan yoshlarni o'sha milliy ruhda tarbiyalash yo'lida qilinayotgan sa'y-harakatlarni va Navro'z bayramini munosib nishonlash yo'lidagi harakatni umuman olganda bahorni qanday kutib olishadi-yu, bugun yoshlarga nimalar o'rgatilyapti degan savolning javobini birgalikda topsak bo'ladi. Rozisizlar? Demak, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ta'lim tarbiyaga yondosh va bir-biridan ajratib bo'lmaydigan tushuncha. Hayotdagi ilk topilmalar, orzularning boshlanishi ham aslida mana shu yerdan, mana shu maydondan boshlanadi. Bobur kabi shoh shoiri, siyni qadam alham dori, mangu berdi bahodir, ulug'larning vatani bu, quturug'larning vatani bu, O'zbekiston, nurli bo'ston, elga do'stim. Gullar yashna aziz diyor, baxting bo'lsin doim bahor, baxtingga ko'zlik nazar, buyuklarning vatani bu, suyuklarning chavani bu, O'zbekiston, nurli bo'ston, elga do'ston, elga do'ston.
Yangibozor tumanidagi 11-son umumiy o'rta ta'lim maktabida yaratilgan sharoitlar tufayli o'quvchilarga yaxshi bilim berilishi ta'minlangan. Ayniqsa, sifatli o'qitish ishlari bolalarni 1-sinfga qabul qilinishi bilanoq boshlanadi. Maktabda 1-sinf o'quvchilari ishtirokida turli tadbirlar o'tkazilishi ham yo'lga qo'yilgan. Mana bu tadbir ham jajji o'g'il-qizlarimiz ishtirokida bahor mavzusiga bag'ishlandi. Unda fasl tarovatini ifodalovchi she'rlar o'qildi, raqslar ijro etildi. Başımızda aylanır falay 18 gün 30 çalak Sinçalak balak sinçalak Bitti gün Doğudan buraya gelirse Günler dinlenirse Boş gitmiyor olasına Çarşaf ona bulsa Çarşaf ona bulsa Gelsin ağzacım Arada lomdom elmacım Çöp olacı çöp buraya Gir pervanı bulsa Gir pervanı bulsa Gir pervanı bulsa Ta'lim sifatini oshirish yaratilgan sharoitga bog'liq. Shu bois ham kamchiliklarni bartaraf etish, o'quvchilarga birdek yaxshi sharoitni yaratish maqsadida qilinayotgan keng qamrovli ishlar, mashg'ulotlar davomida zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish, ta'lim maskanlarini zarur o'quv jihozlari bilan ta'minlashga qaratilgan. O'quvchilarning ruhiy holati, bilim olishga intilishi, oldiga qo'ygan maqsadini o'qituvchi biladi va shunga qarab u bilan ishlashga urinadi. Natija esa samarali bo'lishi aniq. Bahorlarda ochilgan boy chechagim Bog'larimga sochilgan boy chechagim Bahorlarda ochilgan boy chechagim Bog'larimga sochilgan boy chechagim Bu chiroyli ayt gulim qaydan olding Yuragimga muhabbat kuyin solding Bu chiroyli ayt gulim qaydan olding Yuragimga muhabbat kuyin solding Boy chechagim qora tosh boy chechagim Qizlarga sochilgan boy chechagim Chechagim qora tosh boy chechagim Qizlarga sochilgan Nargizaxon, mana shu tabir joyi bo'lsa san'at asarlarini atrofidan keta olmayapsiz bugun. Nilufar Gul akam qarang, juda chiroyli. Kichkina ko'rinishda bo'lsa ham o'ziga yarasha mehnat mahsuli va kimgadir sovg'a qilsang ham albatta o'sha insonning kayfiyati ko'taradi. Qolaversa stolning ustiga qo'yadi, har ko'rganda eslaydi. Yaxshi sovg'ada baribir. Albatta. Demak, buni o'zgacha hidi ham bor. Ochsangiz, menimcha Nilufarning ifori bo'lsa kerak-a? Nilufar opa, o'zingizni ismingizga mosladingizmi? Juda chiroyli ekan. Va bolalar uchun ham maxsus foydalanish uchun buyumlarni to'qiyapsiz bugungi kunda. Ha, Ularni qanaqa qilib o'rgandingiz endi bir pasda? Yaqinda boshladim, bir hafta bo'ldi. Urganch davlat universitetida Gulnoza domlamiz bor. Shuni gruppasi va Telegram kanalida bir telefonni ko'rib o'tirib, shu nimalarni yosh bolalar yotqizib qo'yadigan belanchaklarni ko'rib qoldim. Shu bilan qiziqib, keyin domladan so'rab o'rganishni ma'qul ko'rdim. Narsalarni sotib oldim. Shunga yarasha keyin bir haftalik mahsulotlarim bular ham narsa solib qo'yishga komplet qilib, keyin bunga kayfiyatni ko'tarish uchun o'sha chiroyli smaylikcha qo'yib qo'ydim. Albatta bu ham bir kayfiyatni ko'tarib turadi degan. O'zi har bitta buyumingiz kayfiyatni ko'taryapti va hatto muqaddas oyni ham esdan chiqarmagansiz ayni kunlarda. Ramazon oyida. Ramazon oyi va o'ziga yarasha munosib hadya bo'la oladi va esdalik buyum. Albatta. Vaqt muddat tanlamaydi. Har yili o'ziga yarasha foydalansa bo'ladi bundan. Chiroqlarni yoqib qo'ysangiz chiroyli. Voy, chirog'i ham bormi? Qani yoqib ko'ramiz. Voy, ana. Juda chiroyli. Chiroyli. Yonishini qarang uni. Aytganingiz kabi juda ham esda qolarli sovg'a bo'ladi bu. Juda chiroyli har biri va Nilufar opani men faqat o'sha mahoratli hunarmand sifatida, balki chempion, sportchi ayol sifatida ham tan olaman, hurmat qilaman. Natijalari bor albatta. Mana shu bu yo'nalishda menimcha suhbat qilmadik. Medallar. Bugun studiyaga kelganlardan foydalanib so'rab qolsak bo'ladi. Aslida mana shu yutuqlar irodangizni, mehnatingizni va sportdagi muvaffaqiyatingizni natijasi. Qayerda, qachon oldingiz endi? G'oliblik uchun kurash oson bo'lmagan bo'lsa kerak.
Albatta. Og'irgina ekan. Oson bo'lmadi. Bu sportga kirib kelishimga trenerlarim Kazakova Saida va Farruxbeklar sababchi bo'lgan. Ko'chada o'tib borayotganimda sport bilan shug'ullanishni xohlamaysizmi deb qolishdi. Endi o'yladim, shu kolyaskada o'tirgan holda qanday o'ynash mumkin deb boshda o'zimga o'zim hayron qoldim-da, keyin 1-2 marta olib borib ko'ramiz, ko'ring, bir qiziqib ko'ring dedi. O'shandan keyin bunday olib qarasam, menda doim osteoxondroz bo'lardi. Keyin shu bilan shug'ullanib 1 oy, 2 oy qo'lim o'rganishib ketgandan keyin qarasamki, уже menda bunaqa osteoxondroz tuz yig'nalishi yo'q. Chunki harakatlanishim ham biroz yengillashdi. Har bir harakatingda bir nimani yengarkanda, keyin sog'ligimga ham biroz bo'lsa-da nima rivojlanish, Sport sog'liq garovi ekanligiga amin bo'ldingiz, a? Albatta. O'shandan keyin o'zimni qiziqishim ortib, mana Xudo xohlasa, imkoniyat cheklangan azizlarni ham taklif qilyapman. Hozirda Urganch davlat universitetida sport faoliyati, pedagogika, psixologiya bo'limida o'qiyman. Talabasiz? Talabaman, albatta. Ko'p qirrali, ko'rdingizmi? Sanasak adog'i yo'q. Va qaysi yo'nalishda qo'lga kiritdingiz endi bu medallarni? Bu O'zbekiston chempionatida birinchi olgan yutug'im, birinchi o'rin olganim, ikkinchisi o'tgan yili Namanganda bo'lib o'tgan mamlakat chempionatida birinchi o'rin oldim. Menimcha stol tennisi bo'yicha. Albatta, para stol tennisi. Necha yillik mehnat samarasi bu endi? 2 yillik. 2 yillik, qarang. Har yili bir natija. Va kutilmaganda tasodifan aytilgan taklif orqali qarang qanday natijaga erishilgan. Orasida master sportni ham oldim, sport ustasini. Qoyil. Ehtiyot bo'lib gaplashishimiz kerak. Qisqa davr bu. Aslida Feruzbek, bilasizmi, sog'lom insonlar biz erinamiz. Nilufar opa, ko'nglingizga olmang-ku. Aksincha o'zimizni ayblayapman. O'zimizda bir o'zgarish sezadigan bo'lsak, ortiqcha vaznni his qiladigan bo'lsak, bizga doim o'qtirishadi. Vazningni yo'qot, chiniq, sog'lom bo'l, sport bilan shug'ullan degan takliflarni eshitamiz, lekin inobatga olmaymiz. Dangasaligimiz, erinchoqligimiz pand beradi. Faqatgina shu dieta bilan cheklanib qolamiz. Menimcha sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Nilufar opaning irodasini qarang, qoyil qoldim ochig'i, bir ayoldagi shuncha matonat, iroda kuchi aslida mana shunday yutuqlarga ham sabab bo'lgan. Shogirdingiz haqida yana so'ramoqchiman. Aslida Nazokat yagona shogirdingiz emas. O'nlab shogirdlaringiz bor. Hunarmand qizlarim ko'p. Hozirda Fazilat xonim shu sovundan gullarni o'rgandi. Endi usta qilib chiqardik. Endi qolaversa, qolgan ishlarni ham mana ko'rchoq to'qishni, masalan, shunaqa korzinkalarni to'qishni ham boshlayapmiz. Bularni ham o'rganish niyatlari bor. Albatta, keyinchalik Xudo xohlasa bizga o'xshab hunarmand shogirdlarni chiqarishni. Daromadi ham bormi, Nilufar opa? Daromad haqida gapirmayapsiz nimagadir? Albatta, daromadi bor. Mana yaqinda 8-martda xabaringiz bor, post orqali ham qo'yganman. Internet orqali ko'pincha sotaman. Internetlarga joylashtirib, xaridori bor. Xaridori bor. Shunday 4 ta 5 ta gulim qolib, shu internet orqali postga joylagandim. Lichkamga qarasam, talablar ko'payib ketgan. Keyin ulgurmadik. 1-2sini 10-chislagacha qilib berdik. Qo'ying. Menimcha bularni ham allaqachon xaridorlari bor. Albatta. Buyurtma asosida yasagansiz? Albatta. Vaqtida foydalanib qolgan ekanmiz, studiyaga taklif qilib. Juda to'g'ri. Albatta bu haqiqiy esda qolarli soha bo'ladi. Yuqorida ham aytib o'tdik. Ya'ni ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qaraganda haqiqiy qo'l mehnati menimcha inson xotirasida juda ham yaxshi saqlanib qolsa kerak. Ya'ni bunday sovg'ani olgan insonning xotirasida. Qizlarimiz uchun yana o'ziga xos tuhfa, ajoyib qo'l mehnati mana. Bemalol foydalansak bo'lar ekan va qizlarimizni xursand qilsak bo'ladi mana shunday sovg'alarimiz bilan. Umuman olganda yoshlikda berilgan ta'lim-tarbiya bolani yanada bir iqtidorini oshirishga xizmat qiladi deymiz-ku, lekin odamning o'zida ishtiyoq bo'lsa, boya ham ta'kidlab o'tdik, yoshning ahamiyati yo'q. Iroda va qat'iyat bo'lishi shart ekan. Va bejizga bu fikrlarga to'xtalmayapmiz, chunki bugun taklif etilgan mehmonlarimizdagi ana shu qat'iyat, intilish aslida hayotda ham, ilmiy faoliyatda ham yuqori natijalarga erishishlariga sabab bo'lgan. Ilmiy faoliyatni amalga oshirish, ya'ni bevosita bir necha yillar davomida tadqiqotlarni o'tkazish, fan doktori bo'lish, professor darajasini olish aslida oson emas. Biz sizni baxshi sifatida hurmat qilamiz. O'zbekiston xalq baxshisi degan unvonning o'zi siz uchun katta e'tirof, lekin shu bilan cheklanib qolmasdan ilmiy faoliyatda ham o'zingizni sinaganingiz va yuqori natijaga erisha olganingiz ham aslida izdoshlaringiz ko'payishiga xizmat qiladi.
albatta. Hali aytib o'tganimizdek, ustoz shogirdlik bu har bir davrda bo'lgan, har bir zamonda bo'lgan. Hattoki ilmimizni yoki o'rgangan ustozlardan o'rgangan dasturlarimizni, termalarimizni kerak bo'lsa klassik ashulalarimizni shogirdlarga o'rgatib turibmiz. Shu Urganch davlat pedagogika institutida birinchi kurs, ikkinchi kurs, uchinchi kurs bosqich talabalarini shu maqomlarni, baxshichilik yo'nalishini, termalarni, aytilish variantlarini o'rgatib turibmiz. Hattoki kuylarimiz bor bizning. Ilg'or qatorlari deymiz. Ilg'orlar yoki Gulandon degan kuylarimiz, Naylarman degan kuylarimiz va kazo kuylarimiz bor. Albatta bularni yoshlarga o'rgatib, chunki bizlarning faqat Xorazmdan buyuk baxshilar chiqqan. Yana davom qilish kerak-da. Hozir qancha shogirdingiz bor? Endi Yaxshi shogird. Sanamagansiz, ha? Shogirdparvar degan ta'rifni to'g'ri berdingiz boya, chunki har doim yoningizda o'nlab shogirdlar borligiga guvoh bo'lyapmiz. Bag'ri keng bo'lish, birovga o'rgata olish ham aslida mas'uliyat va katta sharaf. Hammani ham qo'lidan kelmaydi. Juda to'g'ri, kimlardir iste'dodli bo'ladi, lekin buni shogirdlarga yaxshi o'rgata olmaydi, lekin shogirdlaringizning erishgan yutuqlari orqali ham ko'ryapmizki, siz ham yaxshi pedagog va yaxshi baxshi bo'lib yetishgansiz. Bugun ustozlar jamoasi desak ham bo'ladi. Va Nilufar opa ham hunarmand sifatida allaqachon ustoz darajasiga yetganlar. Durdonani ham o'ziga yarasha o'rni bor va bu hurmatga ega inson. Ularni hammasi shogirdlar bilan ham tashrif buyurishgan va bu ham bizni juda ham xursand qilyapti. Albatta. Aslida har kim intilishsa, mehnat qilsa, o'zi uchun sharoit yarata oladi va natijaga erisha oladi. Bugun ishsiz o'tirgan, uyda faqat farzand tarbiyasi bilan band bo'lgan ayollar uchun ham aslida juda katta shart-sharoitlar bor. Uyda o'tirib ham faqat bola tarbiyasi bilan shug'ullanib qolmasdan, o'zi uchun daromad topayotgan ayollarni bilaman. Keling, hozirgi lavhaga e'tibor qaratsak, ana shunday ayollar tomorqa yeriga ismoloq va ko'katlar ekib, turli xil ko'katlarni, nozik ne'matlarni yetishtirib daromad topayotganligiga yoki uyda o'tirib ham turli xil pishiriqlarni pishirib, oilasi uchun, ro'zg'ori uchun iqtisodiy foyda ko'rayotganliklariga amin bo'lamiz. Hozir lavhani birgalikda tomosha qilsak. Ayol qanchalik epchil va pazanda bo'lsa, oila dasturxoni shunchalik to'kin va chiroyli bo'lishi aniq. Dilnoza Rahimova ana shunday epchil kelinlardan. Qo'ni-qo'shni, qarindoshlar unga shunday ta'rif berishadi. Dilnoza farzand tarbiyasidan ortib, uy ishlari yu boshqa yumushlarga ham birdek vaqt topa oladi. Uyda gul parvarish qiladi, shuningdek turli pishiriqlarni pishirishga qiziqadi. Hatto uyda ularni tayyorlab, oila uchun daromad ham topadi. Yer bilan tillashishning uddasidan chiqqan Gulchehra Jumaniyozova esa tomorqa yerda issiqxona tashkil etgan, turli xil ko'katlar, ismaloq ekib, yaxshi foyda topishga ham erishgan. Issiqxonani shu 6-7 yildan beri egish ishlarini olib boraman. Shu qish oyida ismaloq yuritaman, izindan bodirang, kuzgi narsalarda bodirang, ukrop, kinza, rediska, shunday narsalarni yetishtirib boraman. Shu xo'jalig'imga foyda bo'ladi. Bir mavsumda 10 million so'm daromad olamiz. Shu minnatimiz orqasidan. Bir yilda 3 metra hosil olamiz. Qishda ismaloq, bahorda bodirang, kuzgi bodirang olamiz. Yana yanında petrushka, ukrop, rediska olamiz. Bu ishda menga turmush o'rtog'im, farzandlarim qarashadi. Bir kunlik daromadim bozorga olib borsam 300 ming so'm etib kelaman. Ismaloqni o'zindan. Bularni yakunlaganimdan keyin izindan bodiranga tayyorlab, bodiranga ekib, shu iyun oyida nega bozorga chiqarish niyatim bor. Bir yilning o'zida bir nechta ekin turini yetishtirish tajribasiga ega bo'lgan eldoshimiz asalarichilik bilan ham shug'ullanadi. Bu ishidan ham qo'shimcha 20-30 million so'mgacha foyda oladi. Shoirlar mahallasida yashovchi ayollar daromadi ana shunday ishlarga bog'liq. Ular orasida tikuvchi, novvoylar ham bor. Ayollarimiz uylarında faqat farzand tarbiyasi, uy yumushlari bilan shug'ullanmasdan, oilasini daromadini daromad qo'shish, iqtisodini yanada ko'tarish ishlari bilan shug'ullanmoqda. Issiqxonalar tashkil qildilar o'zlari xonadonlarida. Shirinliklar pishirib turibdilar.
uyunda go'zallik saloni ochib, tikuvchilik sexlari ochib ishlab turibdilar. O'tgan yil 25 nafar tikuvchilikka ayollarimiz kasbga o'qitilib, 15 nafarga tikuv mashinalari berildi. Endilikda ular ham kasb hunarli bo'ldilar. Uyindan chiqmasdan turib, daromadga ega bo'lib o'tiribdilar. Aholiga ham foydasi tegib turibdi. Umuman olganda uyda o'tirib ham daromad topish mumkinligini shu mahallada istiqomat qiluvchi ayollar o'z mehnatlari bilan allaqachon isbotlashga ulgurishdi. Daryolar yakavsin sayron etardim. Sayronlar yetmadim ay siz yor yetgani. Daryolar yakavsin sayron etardim. Sayronlar yetmadim ay siz yor yetgani. Görgen oqshunlarni hayron etardim oy. Hayronlar yetmadim ay siz yor yetgani. Görgen oqshunlarni hayron etardim oy. Hayronlar yetmadim ay siz yor yetgani. Siz yor yetgani. Dapanar anda yağmur yağsa bunda sapanar. Ulgörengen büyük dapanar anda yağmur yağsa bunda sapanar. Köp harcama tağlar ay altın kupalar oy ay. Kebit olamadım ay siz yağır yetkene. Köp harcama tağlar ay altın kupalar oy ay. Ajoyib ijro.
va kayfiyatni ko'tardik. Umuman olganda mana shunday ijrolarni tinglaydigan bo'lsak, faqat kayfiyatimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, tarixdan ozmi ko'pmi xabar topamiz va bir faxr hissi, tuyg'usi yanada jonlanadi. Durdona, o'sha vaziyatlar bilan bog'laydigan bo'lsak, o'sha faxr hissi, g'ururlanish haqida so'raydigan bo'lsam, menimcha mana shu jajji o'g'il qizlarimizning yutuqlari ham nafaqat sizni, balki har bir xorazmlik yurtdoshimizni yanada to'lqinlantirsa kerak. Yutuqlar haqida so'ramoqchi edim. Albatta, to'g'ri aytasiz. Bizni aziz o'quvchilarimiz xalqaro ko'plab onlayn tadbirlarda faol ishtirok etib kelmoqdalar. Shu qatorda kun orada yaqin kunlarda Artnova tashkiloti tomonidan tashkil qilingan xalqaro onlayn tanlovda faol ishtirok etib, Grand Prix oliy o'rinni qo'lga kiritishdi. Biz albatta bu Grand Prix o'rini bilan faxrlanamiz. O'quvchilarimizni o'zlarini mahoratlari, qolaversa xoreograf o'qituvchilarimizni mehnatlari natijasida albatta o'z samarasini ko'rsatib kelmoqda. Biz ko'plab yutuqlarimiz mavjud. Shu qatorda Grand Prix eng oxirgi olgan o'rinlarimizdan biri hisoblanadi. Bu uzoq yillik izlanishlarni, kamida 4 yillik mehnatning natijasi desak bo'ladi. Va aynan mana shu raqs maktabining internatining tashkil etilishi, umuman olganda xoreografiya filialining ham Xorazmda tashkil etilishi bu prezidentimizning nafaqat tashabbusi, balki xorazmliklar o'sha san'atga bo'lgan ishtiyoqini yanada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ajoyib bir ijro natijasi desak bo'ladi. Va bevosita o'sha lazgiga to'xtaladigan bo'lsak, Xorazmning o'ziga xos simboliga aylangan va ayni paytda ham Qozog'istonda lazgi baleti ijrosi bo'lyapti bugungi kunlarda. Lazgi kuyini nafaqat biz kuy sifatida bugun tan olganmiz, umuman olganda butun dunyo tan olgan. O'ziga yarasha raqsi bor va uni nafaqat bugun ijro natijalarini xalqqa ma'lum qilyapmiz, targ'ib qilyapmiz. Umuman olganda bu borada ham ilmiy ishlarni, ilmiy yutuqlarni ham allaqachon samarali bir natijalarni ko'rsata olgan professorlarimiz borligi ham bizni xursand qiladi. Keling endi Nargizaxon, sizga yana bir sovg'am bor. Gapdan to'xtatdingiz. Bugun sovg'alarga ko'miladigan kun ekan. Bu 3-chi sovg'angiz. Juda chiroyli. Hali bitta qo'shiq urfga aylandi-ku, ayollarga besabab gul bering degan ya'ni jumlalar bilan boshlanadi. Qoyil. Bu qo'shiqqa bugun amal qilyapsiz, kayfiyatimni ko'tardingiz. 3-chi sovg'a, lekin menimcha aslida mana shunday sovg'alarni olsak, hech bo'lmaganda bir-birimizga shirin so'z aytsak, mehr ko'rsatsak ham aslida hayotimiz yanada chiroyli bo'ladi. Muammolarni unutamiz. Hayotga nisbatan yanada qarashlarimizda ham o'zgarish bo'ladi. Menimcha buning muallifi studiyamiz mehmoni. Nilufar opa, siznikimi? Fazilatniki. Qoyil. Shogirdning natijasi deysiz-da? Buni savatchasi ham qo'lda yasalgan. Qoyil. Bu ham sovundan? Quroqlardan. Yo'q, bu matoddan ekan. Izolondan. Izolondan yasaladi. Buni savatchasi quroq, ortib qolgan materiallardan quroqchilik san'atidan. Qoyil. Necha kun vaqtingiz ketdi endi bunga? 1,5 kun. 1,5 kunda. Endi qulog'imga aytsangiz ham bo'ladi. Qanchaga sotish mumkin? Daromadga qiziqaman-da. Nimaga? Sira, bir bekitishyapti, qarang. Rosa bilgim kelyapti, lekin baribir endi ayollarimiz bunaqa mehnat mahsulini yaratgandan keyin albatta foyda ko'rishlari ham kerak. Axir sarf xarajat bo'ladi, mehnat bo'ladi. Nilufar opa, siz ham bekitasizmi? Qancha olish mumkin mana shunga narxini? 150 ming so'mdan qo'yamiz, ozgina qaytib ber desa, kamaytirib beradi. Lekin bunga sarflangan pul ham albatta e'tiborga olinadi. Faqat bu daromad emas. Albatta. Qancha pul sarflash mumkin? Endi ortib qolgan materiallardan qilinadi. Keyin izolonni sotib olasiz, buni simlarini sotib olasiz. Qolaversa mana yashil barglari bor, barglarni sotib olasiz. Qoyil. Lekin juda chiroyli. Chuqurlashtirib aytib bersam, qoyil qolasiz-da. Masalan, menga bir turasizmi? Mana bu yerlari yaproqchalarda, endi gulni yaproqchalarida, bu gulni yaproqchalari krishkadan-da, krishkadan qilingan, qopqoqdan qilingan, keyin pastiga diskdan qilingan. Uyda kerak emas bo'lgan narsalar, allaqachon chiqindiga tashlaydigan narsalardan, ko'ylaklardan, tovarlardan ortib qo'ygan, mana bularni nima qilamiz-da? Hammasi mana. Yana nimalar yasyapsiz bugungi kunda? Gullardan tashqari, savatchalardan tashqari. Sovunda yasalgan gullar, endi to'quvchilik bilan shug'ullanaman. Do'ppilar, keyin perchatkalar yasayman. Qo'lqoplar, keyin sharflar, jaketlar, uzun qisqa. Sizda ham shogirdlar bor?
Yo'q, hozircha. O'zingiz shogirdsiz, a? Nilufar opadan tanbeh eshitib turasizmi o'xshamagan paytlarda? Albatta. Urishib beradilarmi? Xafa bo'lishib turamiz. Keyin yarashib ketasiz. Qaysi paytda yarashish uchun imkoniyat tug'iladi? Qachon o'zingizni xatoingizni tan olasiz? Bizlarda oson. Bitta telefon qilmay qolsak, masalan, bular Urganchda, men Hazar Rasibdaman. Telefon qilmay qolsak, birsi-birsini nima qilamiz deb dard topishib qolamiz. Elib ketamiz deb. Bir kunda darrov arazlar unutiladi. Ustoz bo'lish mashaqqati bor, Nilufar opa. Qanaqa ko'taryapsiz endi bu yukni? Harakat qilyapmiz. Bilinmay ketadi. Masalan, mana bu joyini mana bunday to'g'irlab qo'ying degan xafalashgan paytda baribir shuni to'g'irlaganini ko'rsatish uchun baribir murojaat qiladi ekan. Shu bilan o'yin kulgi bilan yana nima qilib ketadi. Ko'pchilik hunarmandlarimiz onlayn tarzda ham dars mashg'ulotlarini berishadi. Siz ham buni yo'lga qo'ydingizmi? Yoki niyatingiz bormi? Boshlanishini uyda ko'rsatib berib, o'rgatib, keyin uylarda qilib, video tashlab, kam joylarni ko'rsatib beradi. Chunki masofa olis ekan. Bular Hazaras tumanida, siz Urganch shahrida. Endi yoshlarda ham qiziqish katta aslida bunday narsalarga. Ya'ni meni shaxsan singlim ham mana shunday narsalar yasashga juda ham qiziqadi va albatta yuqoridagi tavsiyangiz, ya'ni onlayn ya'ni kurslar tashkil etsalar, menimcha bu juda ham ko'plab yoshlarni qamrab olsa kerak, nima deysiz? Demak, men keyingi chorshanbadan yana gul olar ekanman. Albatta. Singlingizni mehnati mahsulidan. Qanaqa ajoyib. Sizga endi taklifni ham berdim, ta'kidlab ham qo'ydim, e'tiborga olasiz. Endi Durdona masofa haqida hozir gap ochdim. Bular Urganch shahrida, bular Hazaras tumanida, o'rtada ancha chaqirim masofa bor. Endi sizni bevosita faoliyatingiz bilan bog'laydigan bo'lsak, aynan mana shu maktab internatda nafaqat xorazmlik yoshlar, balki boshqa viloyatdan kelgan yoshlar ham tahsil olishlari mumkin. Albatta, to'g'ri aytasiz. Bizni maktab internatimiz o'zi muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan Xorazm viloyatida tashkil topgan. Chunki o'zi respublikamizda sanoqli 3 ta maktab bor. Shulardan bittasi Xorazm viloyatida joylashgan bo'lib, bizni maktabimizda viloyatimizdagi Hazaras va boshqa tumanlardan tashrif buyurishib o'qib kelishmoqda o'quvchilar. Va bu san'atning sehrini, kuchini, hunarmandchilikning namunalarini aslida faqat Xorazm bilan bog'lasak o'zi xato bo'ladi. Siz tomonidan tayyorlanayotgan har bitta o'sha mahsulot bo'lsin, buyum bo'lsin, ijodiy ishlar bo'lsin, albatta butun dunyo bo'ylab yangrashini istaymiz va bu yo'ldagi harakatlarimizni bugun nafaqat o'zimizni mehnatimiz bilan ko'rsata olyapmiz, aksincha shogirdlarni tayyorlab, farzandlarimizni yutug'i bilan ularga yaxshi bir mehrni berib, yutuqlarni ko'proq olib chiqib, muammolariga, kamchiliklariga, qiliqlariga gohi chidab albatta mana shunday yutuqlarga erishyapsiz. Sabringiz, toqatingiz uchun rahmat deymiz. Har biringizdan minnatdormiz. Bugungi dasturdagi ajoyib suhbat uchun, ishtiroki uchun va rejissorimiz qayta ishora beryaptilar. Vaqt oz qoldi, yakunlang degan topshiriqni olyapmiz. Vaziyatni to'g'ri qabul qilasiz. Albatta, o'zi aslida juda ko'p suhbat qursak arziydi bugun studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz bilan, lekin vaqt oliy hakam nima bo'lganda ham va barcha yurtdoshlarimizga bizni tomosha qilganliklari uchun katta rahmat aytmoqchimiz va yurtimizda bahor nafasi va bahoriy kayfiyat bizni hech qachon tark etmasin deymiz. Navro'zni, yangi kunni, yangi yilni munosib nishonlash uchun albatta bugun munosib tayyorgarlik ko'ryapsiz va allaqachon bayram taraddudi boshlab yuborilgan bayramni nishonlashga harakat qilyapmiz. Bugun studiyada ham o'sha bahor nafasini, Navro'zni, yangi kunning bir bo'lagini sizga ko'rsatishga harakat qildik. Agar maqsadimizga erisha olgan bo'lsak, sizga Navro'z shukuhini taqdim eta olgan bo'lsak, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Endi mehmonlarimizga yuzlanaman. Har gal biz odatda dastur an'anasiga muvofiq san'atkorlarimizdan, o'sha baxshilarimizdan iltimos qilardik qo'shiq bilan yakunlab berishni. Bugun esa biz yoshlarga yuzlanamiz. Keling, mana shu imkoniyatni ertangi kunimiz egalari bo'lgan, ishonchimiz bo'lgan yoshlarga mana shu maydonni ajratsak-da, ular ijrosidagi ajoyib raqs bilan dasturni yakunlasak. Menimcha ajoyib bo'ladi. Rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun va hammangizdan minnatdormiz. Demak, barcha yurtdoshlarimizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Xorazm telekanalini kuzatishda davom eting. Oldinda sizlarni yana dasturlarimiz kutmoqda. Biz esa yuqorida aytib o'tilgani kabi kichkintoylarimiz, yoshlarimiz ijrosida ajoyib bir raqs bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Sog' salomat bo'ling.